Bugun sizlar bilan birgalikda shunaqa shirin ixchalik bo'lgan tortimizni birgalikda eslatamiz. Tort zakasimiz rochniy zakaz tushdi va men tabiiyki Chorsu bozoriga yugurdim, chunki Chorsu bozorda men hamma narsalarni o'sha yerdan olib olaman. Mastikali tort edi bugun qiladigan tortim. Mastikalarimni olib keldim. Ayiqchalarni bo'lsa rochniy bo'lgani uchun o'zim yasashga emas, tayyorni olishga qaror qildim. Va tortimiz rasa boshlab bordim bozordan kelib. Keyin ichlarni, nachinkalarni qilib, muzlatib qo'ydim. Keyin yasatishga kelganda ozginagina morosilkada qotirib oldim, lekin tortim Xudoga shukr tez qotib berdi. Klientim unaqa injimas ekanlar menimcha. Chunki injiq klientlarning tortlari unaqa rochniy bitib bermaydi-da, tayyor bo'lmaydi. Lekin tortlari shunaqa tezlikda tayyor bo'ldi. Osongina qildim, shunaqa chaqalog'imizga shiringina bo'lib chiqdi. Va berib yubordim klientimizdan, o'zlariga ham rosa ham yoqdi. Men tashlagan rasmdan ham zo'r qilib beribsiz. Rahmat sizga kattakon deb otsiflar qoldirdilar. Albatta xursand bo'ldim. Nima deysizlar, shu tortimning narxi qanchaga bitdi? Mastikali tortni sizlar bunaqa tortni qanchaga olgan bo'lardinglar? Kommentariyada yozib qoldiringlar fikringlarni. Ha, aytgancha like bosib ketishingizdan chiqmasdan xursand bo'laman.